Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Otabek Jo'liboyevich, dermatolog shifokoriman va bugun bizlar sport majmuasidamiz. Bugun artroz kasalligida uy sharoitida yoki mana shunaqa zallarda qanday qilib mashq bilan og'riqni kamaytirish haqida sizlarga video tayyorlaymiz va bizlar undan oldin, demak, revmatoidni artrit, artroz hamda osteoxondroz kasalligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Artrit bu demak suyak bo'g'imlarining yallig'lanishi hisoblanadi. Artroz esa bu suyaklarning yemirilishi, osteoxondroz esa bu umurtqa pog'onasi tog'ayi hamda umurtqa pog'onasi disklarining eskirishi tufayli kelib chiqadi. Demak, revmatoidni artrit bilan kasallangan bemorlarimizda asosiy klinik belgilari aynan qo'l barmoqlaridan deformatsiyalarga shikoyat qilishadi, ya'ni qiyshayishiga va aynan o'sha sohada shish kuzatilishiga va bemorlarimiz ertalab uyg'ongan vaqtda 30 daqiqagacha karaxtligiga, ya'ni barmoqlarning yozilishiga, qiynalishiga shikoyat qilishadi. Artroz kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizda esa aynan tizza sohasining aynan ikkita yon tomonida og'riq kuzatiladi va aynan o'sha sohalarda shish, shu bilan birga biz tizza sohasini ushlab ko'rgan vaqtimiz u yerda issiq harorat, ya'ni yallig'lanish ekanligini bildiruvchi belgilar bo'ladi. Bemorlarimizning asosiy yana shikoyatlardan biri aynan bemorimiz turib yurgan vaqtda og'riqqa chidab bo'lmas darajada ekanligiga bizga shikoyat qilishadi va bemorlarimiz aynan mana shu ikkita tizza, ikkita suyak bir-biriga yaqinlashib qolganligi uchun bemorlarimiz og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Aynan tog'ay qavati, ya'ni tog'ayimiz yemirilgan tufayli ikkita suyagimiz bir-biriga yaqin bo'lib qoladi. Osteoxondroz kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizda esa aynan og'riq umurtqa pog'onasida bo'ladi. Aynan ular qaltis harakat qilganda yoki ko'proq o'tirgan holatda o'tirsa umurtqa pog'onasi og'riqqa shikoyat qilishadi va qo'shimcha ravishda og'riqlar aynan oyoqlarning orqa tomoniga tortiluvchi og'riq sifatida shikoyat bo'lishiga bizlarga aytishadilar. Va bugun aynan mana shu artroz kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizda va osteoxondroz kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizda uy sharoitida qanday qilib og'riqni bartaraf qilish haqida mashqlarni sizlarga hozir birin-ketinlikda tushuntirib ko'rsatib beraman sizlarga. Demak, tizza og'riqlarida qanday qilib to'g'ri mashq bilan og'riqni kamaytirish haqida mashqlarni birin-ketinlik bilan hozir boshlab beraman. Demak, boshladik. Bismillah. Tekis yotgan holatda oyoqlarimiz mana shu holatda bo'ladi va oyoqlarimiz barmoqlarini qimirlatib boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, bu mashqni bizlar 3 podxod qilishimiz kerak. Demak, endi ikkinchi mashqimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, bu mashqni ham bizlar 3 podxod qilishimiz kerak. Keyingi mashqimiz barmoqlarimiz, oyoq barmoqlarini mana shu shaklda qimirlatishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, bu mashqni ham 3 marotaba takrorlaymiz. Demak, keyingi mashqimiz tizzalarimizni endi bukib boshlaymiz sekinlik bilan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu mashqni ham 3 podxod qilishimiz kerak. Endi o'ng oyog'imizda bukamiz tizzalarimizni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Demak, endi tizzalarimizni ikkita oyog'imizda ham bir xil bukishda davom etamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 va 10. Demak, bu mashqni ham 3 marta takrorlashimiz kerak. Demak, keyingi mashqimiz, demak, oyoqlarimizni yon tomonga qarab buramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Endi xuddi shu mashqni chap oyog'imiz bilan davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Demak, endi bizlar yon tomonga qarab yotib olamiz va oyoqlarimizni tepaga qarab ko'taramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Endi xuddi shu mashqni chap oyog'imizni bajarishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Eng asosiy mashqlarimizdan biri bu oyog'imizni velosiped shaklida harakatlantirish. Bu tizza bo'g'inlardagi og'riqni juda ham kamaytirib beradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Endi xuddi shu mashqni chapachasini qilamiz yana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Bu mashqni ham demak bizlar 3 marotaba takrorlashimiz kerak. Endi keyingi mashqqa o'tamiz. Demak, keyingi mashqimiz tizzalarimizni demak endi orqachasiga bukamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Endi shu mashqni chap oyoqda boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Endi shu mashqni ikkita oyog'imizni ham bir xil bajarishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Hozir sizlarga ko'rsatgan mashqlarimdan keyin bizlar mushaklarimizni baquvvat qilganimizdan keyin 5-10 kundan keyin demak bizlar zaldagi mashqlarga ham bemalol o'tsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham birinchi mashqni sizlarga boshlab beraman. Bu yerda asosiy harakatlantirish qo'l bilan qilishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak biz bu mashqni ham 10 marotaba takrorlashimiz kerak. Bu ham tizzamizga ham son chanoq suyaklariga juda ham yaxshi effekt beradi og'riqni kamaytirish uchun. Demak, keyingi mashqimiz mana shu tarafda qilishimiz kerak oyoqlarimizni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu mashqimizni ham biz 3 marta takrorlashimiz kerak. Agar buni boya aytganimizdek tizzamizda yoki son suyagimizda og'riq yoki shish bo'lmasa-gina biz bu mashqlarni bemalol qilishimiz mumkin. Bu mashqlar ham bo'layotgan og'riqlarni va bo'layotgan jarayonlarni ancha kamaytirib beradi.
Demak, bu mashqni qilishimizdan oldin bizlar aniqlab olishimiz kerak, aynan tizza sohamizda shish yoki og'riq kuchli emas bo'lmasa, ya'ni biz bu mashqni qilishimiz mumkin. Demak, boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. Biz bu mashqni ham 3 marta takrorlashimiz kerak. Demak, bu mashqlarimizni osteoartroz kasalligining 1-2 darajasida uy sharoitida bemalol qilishlari mumkin. Faqatgina ozgina vaqt talab etadi. 3 va 4 darajali artroz kasalligi bilan kasallangan bemorlarimiz yaxshi bo'lishi uchun ularga ancha vaqt talab etadi. Shuning uchun ularga bizlar sabr bilan yondashishimizga iltimos qolamiz va keyingi videolarimizda xudo xohlasa osteoxondroz kasalligi, shu bilan birga revmatoid artrit kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizda uy sharoitida qanday qilib to'g'ri mashq bilan og'riqni kamaytirish prosessi haqida keyingi videolarimizda videolar joylab boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Shu bilan birga o'zlaringizdan ehtiyot qilinglar.